Plashatkaga bordim. Bordimda plashatkaga borgandan keyin bildim menga To'lagan Mo'minovning rol berilganligini. Bordimda keyin ustozga telefon qildim. Ustoz boshqa joydaman, hozir gaplasha olmayman dedilar. Internetda qarab ko'rdim, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Men nimaga so'radim? Chunki xuddi o'sha boya gaplashganimiz. Men o'zim ijro etayotgan odamni bilishim kerakmi? U haqida ma'lumot. U kim o'zi yoki bu yoqda so'zlar o'qib tursa o'shani qaytarib berishim kerakmi robotga o'xshab? Bunda meni aktyorligim nima keragi bor? Men nimaga o'qidim? Bular meni nimaga chaqirdi? Podgotovka tayyorgarlik jarayonlari ketyapti. Kiyimlarim aniq bo'ldi. Kostyumerga dazmol qilishga tashladim-da, men hozir kelaman deb uyga borib, o'sha kitobni topib, qarab ko'rdim uni darajani. Oxiri To'lagan Mo'minov bor ekan. O'qib ko'rdim. To'lagan Mo'minov 1902-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan va Munavvar qori Abdurashidxonni, Cho'lponni, Abdurauf Tratni shogirdi bo'lgan, madrasada ta'lim olgan, o'zi ona tili va adabiyotdan dars bergan, Akmal Ikromov bilan bolalikdan do'st bo'lgan va mana shu talabalarni Orenburgga, Rossiyaga, Ozarbayjonga, Germaniyaga o'qishga yuborishga asoslangan ko'mak tashkilotini ustozlari bilan birga ochgan tashabbuskorlardan bittasi ekan. Va Germaniyada o'zi ham o'qib kelgan, mutaxassisligi soha bo'yicha elektromuhandis va Toshkent shahrini elektrlashtirgan odam ekan. Mana shu Toshkent shahriga elektr toki olib kelgan odam, loyihasini ishlab chiqqan odam. Ammo mana shu kitobni o'qimaganimda men borib taxta bo'lib o'sha so'zlar bergan so'z qaytarib kelarmidim? Men nimaga xursand bo'laman o'zimdan? Ya'ni professional aktyor emasdirman, lekin punktual aktyorman. Menga berilgan vazifani tushunaman. Mehr bilan, muhabbat bilan, kasbimga sadoqat bilan yondashaman. Mana shu xislatlarimni yaxshi ko'raman.